Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil medhiyeler alemlerin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Alloh taologa xosdir. Alloh taoloni chin qalbimdan medhiyelayman. Uningga hamd sano aytaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyumli payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga durud, duo ve salom yo'llayman. Uning oila tavobatlariga, sahobalariga ve ta qiyomatgacha uning yo'lida mangadigan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Hürmetli o'qirmanlarimiz, endi huzuringizga baxt saodatning 40 retsepti nomli kitobimizni o'qib berishni davomlashtiramiz. 6-chi retsept: yaxshilik qilish odatingizga aylansin. İnsanlarga yaxshilik qilishning go'zal bir ta'mi bo'lib, uning ta'mini xayri ihson egalarilar tetiyalaydi. Chunki yaxshilik ko'ngilni shodlantiradigan, vijdonni rohatlantiradigan, insonlarni xush qiladigan go'zal axloqdir. Berguchi uchun eng cho'ng xushallik uning kishilarga bergan vaqtdagi xushalligidir. Shunga siz olganda emas, berganda xushal bo'lishni o'rganib olsangiz, sizning xushal bo'ladigan chog'laringiz intayin ko'p bo'ladi. Bu sizning ilkingizda baxushallik bo'lib, uni o'zingizdan chiqara olasiz. Chunki siz bir narsani olay desangiz, xohlagan vaqtda ololmaysiz. Ammo bir narsani beray desangiz, xohlagan vaqtda bera olasiz va o'zingizni xushal qila olasiz. Doktor Aiz Al-Qarni G'am qilmang nomli asarda mundaq deb yozadi. Yaxshilik qilish o'zining ismi va ma'naviy ta'miga o'xshashli go'zal va tatliq bo'lib, u hamon boshqalarni baxtiyorlik tuyg'usiga cho'mdirdi. Albatta bu go'zallik va baxtiyorlikdan bahralanuvchilarning avvali yanada yaxshilik qiluvchi kishining o'zidir. Ular bu yaxshiligi orqali yaxshilikning ma'naviy ta'mini o'zining ruhiy, axloqiy va vijdoniy his tuyg'ularida his qilib qolmay, bu yaxshiligining yuzidan nurg'un xushallikqa, ko'ngil ozodiligiga va xotirjamlikka erisha oladi. Sizni qayg'u hasrat, g'am andishi chirmavaganda boshqalarga yaxshilik istang va ularga go'zallik ato qilishga tirishing. Agar shunday qilsangiz, siz cho'qim xushallikqa va rohatga erisha olasiz. Mahrumlarga bering, mazlumlarga yordam qiling, muhtojlarni yo'lang, ochlarni to'yg'izing, kasallarni yo'qlang. Shundilla baxt saodat oldi kayningizdan, o'ng so'lingizdan yomg'irdak quyiladi. Siz yaxshilik bo'stoniga kelib, boshqalar uchun oz bo'lsa-mu yaxshilik qiling. Boshqalarga sadaqa aylang, ziyofat bering, hojatlarni ravo aylang. Ularning xushallik va qayg'usiga hamdam bo'ling. Shundilla baxtning ta'mini tetib, zo'qiga cho'mila olasiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Va ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi robbihil a'la va la sawfa yarda." Ya'ni uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Rabbining roziligi uchundir. Mundaq odam kelgusida Rabbining mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom yaxshilik odatdir degan. Bu so'zning ma'nosi shuki, Alloh taolaning mahluqotlariga yaxshilik qilish, hamisha yaxshi ishlarni qilish va yaxshilardan bo'lish har bir musulmon qilishga tegishli zaruriyatdir. Kishilarga yaxshilik qilish yaratilishdagi tabiiy holatni saqlab qolganlik va yaratilishning taqozosiga munosib ish qilganlikdir. Chunki insonlar tug'ilishidan yaxshilik suyadi va yomonlikdan nafratlanadi. Mana bu insonning tug'ilma saf holatidir. Samaviy dinlarning asosli roli va vazifasi insonlarni tug'ilishdagi tabiiy holati bo'yicha harakat qiladigan qilishga tirishishdir. Chunki insonlar o'zining tug'ilishdagi tabiiy saf holatiga qaytadigan bo'lsa, ular albatta Rabbini taniydi va hayotini uningga qulchilik qilish bilan o'tkazishga bag'ishlaydi. Alloh taolo bu haqiqatni bayon qilib mundaq degan: "Fa'aqim wajhaka lid-dayni hanifan fitratallahi allati fataran-nasa 'alayha." Ya'ni to'g'ri dinga, Allohning diniga yuzlanganki, Alloh insonlarni shuning ustiga yaratgan. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Har bir odam islomning ustiga tug'iladi. Ota-onasi uni yahudi qiladi yoki xristian qiladi va yoki majusi qiladi." Demak, inson haq dinning ustiga yaratilgan, yaxshilikni suyadigan, yomonlikdan nafratlanadigan maxluqotdir. Bizdan talab qilingani yaratilgan joydagi sab tabiiy holatimiz bilan yashashdir.
insonlarning to'lisi riyokorlikqa odatlanib qolgan. Shunga bizdan birov biri yaxshi ish qilsa yoki biriga yordam qilib qo'ysa, biz uni oliyjanoblik deb sanab qolamiz. U kishini ulug'lab cho'qing'ili qolamiz. Biz bu ishni qaltis ish sanab ketamiz. Halbuki boshqalarga yaxshilik qilish va yaxshi ish qilish insonning yaratilishdagi xislati va qilishga tegishli ishidir. Xuddi farishtalar gunoh qilmaydigan, hayvonlar ibodat qilmaydigan qilib yaratilgandek, inson yaxshilik qiladigan, yaxshilikni suyadigan qilib yaratilgan maxluqotdir. Bizning ibodatlarimizdan boshlab barliq ishlarimiz riyokorlik va shaklvozlik bilan to'lib ketganlikdan, aramizdan birov qilishga tegishli yaxshi ishdan birini qilib qo'ysa, biz hayajonlanib ketamiz. Uni maqtab ketamiz. Uning bu yaxshi ishidan hayronlik his qilamiz. Aslida tamamen ta'tirsini qilishimiz kerak edi. Ya'ni biz yaxshilik qilganlardan emas, qilmaganlardan hayron qolsak bo'ladi. Yaxshilik va dunyoning chayonlari. Kuvaytda chiqadigan Al-Mujtama jurnalining 2011-yil 25-mart sonida yaxshilik va dunyoning chayonlari degan temada mundaq bir maqola e'lon qilingan. Bir yaxshilik suyar donishmand odam dengiz bo'yida o'tirib, Alloh taolaning dengizdagi va atrofdagi go'zal san'atlarini va qudratlarini tafakkur qilyotdi. Shu arada bir chayon o'milab kelib dengizga tushib ketadi va suning eqishining ta'siriga uzib, o'zini qutqizish uchun qattiq kuchaydi, ammo suvdan chiqib ketolmaydi. Bu vaqtda heliqi odam chayonga ish og'irtadi. Uni suvdan qutqizishga bel bog'laydi va qo'lini so'zib chayonni qutqizib qilish uchun tutqunida chayon uning qo'lini chiqib oladi. U odam chayonni tashlab etib qo'lini tortib oladi. Aradan birer minut o'tmasdan u odamning ko'zi yana chayonga tushadi. Ko'ngli yana birdil erib ketib uni qutqizgisi keladi-da, qo'lini chayonga so'zib uni tutqunida chayon uning qo'lini yana chiqib oladi. U kishi chayonni yana tashlab etib qo'lini tortib oladi. Ammo bu qitim qo'li bek og'riydi. Uchinchi qitim yana chayonni qutqizish uchun tamshalganida yanida o'ltirgan bir yosh uningga: "Siz qandoq ibrat olmaydigan odamsiz? Ikki qitim qo'lingizni chiqib olgan chayonni yana qutqizaman deb o'zingizga ziyon yetkazamsiz?" deydi. Ammo donishmand uning so'ziga pisand qilmay, yana chayonga qo'lini so'zadi va oxiri uni suvdan qutqizib chiqib, dengiz bo'yiga qo'yib beradi. Andın heliqi yoshning yeniga berib, uning mo'risini tutib turib: "Ey o'g'lim, chayonning xarakteri chiqish, mening xarakterim so'yish va yordam qilish tursa, men qandoqmi o'zimning xarakterini chayonning xarakteriga bo'ysundiraman?" deydi. Siz nurg'un kishilarga yaxshilik qilib, ularni yomonlikdan boshqasini ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Bu ahvol sizni insonlarga yaxshilik qilishdan to'sib qola olamdi? Hargiz undaq emas. Yaxshilik insonlikning ifodasidir. Birovning fazilatini e'tirof qilish, yaxshilik qilguvchiga rahmat aytish odamiylikning alomati bo'lib, qalbning suzukligidan derak beradi. Bir-biriga yaxshilik qilish, qo'lidan kelgan yordamni sunish va yaxshilik qilguvchining yaxshiligini qaytarish orqali insonlar orasidagi mehr-muhabbat, do'stlik va yaqinlik oshadi. Yaxshilik qilishning cheki yo'q. Yaxshilik cheksiz, minnatsiz va ikkilanishsiz qilinadigan xislatdir. Qanday qilganda yaxshilikqa odatlanaysiz? Inson yaxshilik qilish yo'lida ba'zi qiyinchiliklarga, to'sqinliklarga uchrab turadi. Masalan, siz yaxshilik qilgan va yordam qilgan insonlarning sizga yomonlik kelganda, agar siz kuchli iymonga, mustahkam irodaga va sabr toqatga ega bo'lmasangiz, bir andala yaxshilik qilishdan so'yib qilishingiz, hatto voz kechishingiz mumkin. Chunki insonlarning orasida osh bergan qozonni chiqib tashlaydigan tuzgur, non bergan qo'lni tishlaydigan itmijoz odamlarmi oz emas. Tövendikiler sizning yaxshilikni davomlashtirishingizga yordamchi bo'ladi. Birinchi, sizning boshqalarga yaxshilik qilishingizni Alloh taolaning amri deb bilishingiz lozim. Chunki Alloh taolo hammaga yaxshilik qiluvchi va bizlarni yaxshilikka buyurgan zotdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ahsin kama ahsanallohu ilayka, ya'ni Alloh sana yaxshilik qilgandek, senmi boshqalarga yaxshilik qilgin. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, ya'ni yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilikdir. Har kimga yaxshilik qilish Alloh taolaning amri bo'lgan ekan, bosh ustiga deb bu amrni o'rindishingiz
sizning iymoningizning taqozzosidir. Ikkinchi, Alloh taolaning sizga ato qilgan ato ihsonlari, ne'matlari va yaxshiliklari bilan sizning boshqalarga qilgan yaxshiliklaringizni selishtirib ko'ring. Bu vaqtda sizga Alloh taolo tarafidan qilinayotgan yaxshiliklarning qanchalik ko'p va cho'ngligini, sizning boshqalarga qilganlaringizning hech narsa emasligini bilasiz. Shundaqla sizning boshqalarga qilganlaringizmi Allohning yordami va hidoyati bilan bo'lganlik e'tibori bilan uning yaxshiligi hisoblanadi. 3. Qur'oni Karimdagi yaxshilikqa buyurgan oyatlar bilan Payg'ambar alayhisalomning bu haqdagi hadislarining ma'nosini bilib, tilingizga hamisha joriy qildiring. Shunda qilsangiz, o'zingizda sizni hamisha yaxshilikqa undab turadigan turtki hosil qilasiz. 4. Qandaqli bir yaxshilikning mukofotining cho'ng bo'ladiganligini asdan chiqarmaslik. Bunda qilish albatta yaxshilikni ko'p qilishga turtki bo'ladi. Ya'ni Alloh taolaning yaxshilik qilguvchilarga qilgan va'dalarini asga elish yaxshilikka turtki bo'ladi. İnsanlarga yaxshilik qilguvchilar qilgan yaxshiligining mukofotini oxiratda ko'rishdan avval mushu dunyoda ko'radi. Yaxshilik qiladigan odamlarning yuzi yo'riq, gapi o'tkir, shon-shavkati yuqori bo'ladi. Mundaq odamni har kim hurmatlaydi va so'yidi. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi kitob o'qishimiz mushada oxirlashdi. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.